bir qachonlardir borsam kirib yotaman, kibrni sindiradi deydi-da. Yolg'on dunyo, haqiqiy keladigan joyimiz shu, to'g'rimi? 1 minutdan keyin nima bo'lishini hech kim bilmaydi, lekin hech kimni o'lgisi kelmaydi. Mana o'zbek kitobida baraka qildi. Musofirda yurgan o'g'illaringiz nomidan mana ehson. Rossiyada yurgan musofirlar ham yesaraman, ota-onasining bariga to'rt toshib ketdi. Hammamizni keladigan joyimiz shu, yolg'on dunyo, haqiqiy keladigan joyimiz shu. Qani Jahon? Qanday ekan? Uyda ekan. Kelamizda bir kun. Aeroport Vnukovani vatandoshlarimizga tavsiya qilaman. Aviakassa nomerini yozib qoldiraman. Bemalol onlayn tarzda O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan kelsalaring ham bo'ladi. Sankt-Peterburgdan, Moskva, Moskovskiy oblastdan bemalol aeroport Vnukovga uchib ketishlaringni tavsiya qilamiz. Qoldirib qo'yaman. Rustam Rahmonov aviakassasini sizlarga tavsiya qilaman. Shaxsan o'zim ham shu aviakassadan bilet olib, har doim uchib kelyapman. Hali muammo, problema bo'lgan yo'q. Akalar, nomerlarga telefon qilasizlar. Moskvada nima gapdan oldim deyish esdan chiqmasin. Besh qozon. Mana bu oshlarni qaranglar. Osh sog'ganlar bormi oshda? 5 kilo bor. 5 qozonda osh dedik-ku. Xullas kalom akalar, biz O'zbekistondamiz. 5 qozonga osh yegani kelganmiz. Mana bu nonni sog'inganlar bormi? Qaranglar, issiq tandirdan non. Bay. Скорее всего, sizlar bu videoni ko'rayotgan payt biz Moskvada bo'lamiz, xudo xolasa. O'zbekistondan taassurotlar. Bay. Siz shunday deb o'ylayman. Osh sog'inganlar bo'lsa oshga kelaverasizlar akalar. Xorazm milliy taomlari. Brat, bu ovqati nomi nima buni? Qo'tirbarak, tuxumbarak hammasi bor-da. Tog'am bo'lasiz, qarang, tog'am bo'lasiz. Tog'am bo'lamiz, ko'rinmaydi. Hammaga yoqimli ishtaha. Xorazm milliy taomlari ekan. Assalomu alaykum barcha musofirdan bizni kuzatib turgan akalarimiz. Hozir Surxondaryoga kelganmiz. Hammamiz Allohdan kelganmiz, Allohga qayt ko'chiramiz. Akalarimiz qabrga o'layotgan ekan. Jahon bir tushib ko'rsa, kibrni sindiradi deydi, ha? Selam. Bel qo'yib sig'ishikasi, Niyat qilgan edi, bir qachonlardir borsam kirib yotaman, kibrni sindiradi deydi-da. Eng yaxshi joy shu yo'q, tinch. Qayerdansiz aka? Mo'pirdan. Mo'pirdan Surxondaryo. Bizdan yaqinda boshladik. Men bu yerga instrumentlar olib kelib berganman, ana shu yerda turibdi. Pashta bir 7-8 xilda. Bemalol ishlataveringizlar. Musofirda yurgan aka-ukalarim, barchamiz Allohdan kelganmiz, Allohga qayt ko'chiramiz. Surxondaryoga keldik, kelishimiz bilan yaqinlarimiz ziyorat qilgani qabristonga keldik. Bitta erkak kishi deydi 7 martaba yordam berish kerak dedi. Men qo'limizdan kelganicha yo bismillah. Hammamizni keladigan joyimiz shu yer. 10 tadan uyimiz bo'lsa ham, 50 tadan furamiz bo'lsa ham, qo'shcha davlatimiz bo'lsa ham, nimamiz bo'lishidan qat'iy nazar haqiqiy keladigan joyimiz shu yer. Allohdan kelganmiz, Allohga qayt ko'chiramiz. Kibrni sindiradi deydi. Shunday qabriston kelishimiz bilan o'zimiz yaqinlarimiz qabrga o'lyapti ekan, kelib qo'limizdan kelgancha yordam berdik. Har kimga ham nasib qilmaydi dedi-ki, mana shu akamiz ham kecha xuddi sizga o'xshab sog' salomat yurgan. Bu o'lim haq. 1 minutdan keyin nima bo'lishini hech kim bilmaydi, lekin hech kimni o'lgisi kelmaydi. Kechadan oldingi xuddi bizga, sizga o'xshab ko'chada yurgan inson Alloh jonni olaman desa hech gap emas. 1 minutda olib qo'yadi deydi-ku. Shuning uchun aka-ukalar, mehr oqibat hozirgi paytda yo'qolib ketgan. Mehr oqibatimiz yo'qolmasin, hammani tiriklik payti, bor payti qadriga yetishimiz kerak. Yaqinlaringizni asrab avaylangizlar. 7 marta qabr kovlash kerak. Biz inshaalloh birinchisini kovladik, xudo xolasa
do'stim bilan niyat qilib qo'ygan edik, niyat xolisligini qarang. Hozir biz keldik, biz sizlarni tanimaymiz. Keldik, biz ziyorat qilgani keldik, momamni, bobomni. Qarasa qabr ko'layotgan ekansizlar. Yordam berdik. Endi biz nima demoqchimiz? Mana shu eng zo'r joy, mana shu joy. Men qanchadan beri ko'laysizlar? Men o'zi yaqinda qo'shib. Yaqinda qo'shamiz. Shuni niyat qildim, shuni boshlayap qo'ydim. Mana shunaqa niyat qilgan insonlarga mana shu videoni yuborib qo'yasizlar, aka-ukalar. Hammamizni keladigan joyimiz shu yer. Yolg'on dunyo, haqiqiy keladigan joyimiz shu yer, to'g'rimi? Hammamizni keladigan joyimiz shu yer. Yolg'on dunyo, haqiqiy keladigan joyimiz shu yer, to'g'rimi? Qani Jahon? Qanday ekan? Uyda ekan. Kelamizda bir kun. Xudoni qadr tutgan. Siz qarang, bundan keyin kesalaringiz o'yinlarda turibdi. Ko'p instrumentlar qulay kovlanadigan olib kelganmiz. Mopurda yaqinda vilkasidan oldim. Shuni olib kelyapmiz borib. O'zini olib ishlatavering. Hozir qo'yib bergan videomizni ko'rdlaring, ha. Ishoninglar, mana shu qabristonga kelib, qabrning ichiga kirib yotib ko'rsalaring, kibrni sindiradi deydi, kibrni. Boyagi o'zidan ketib qolganlar. Ey, bunday qilib tashlayman deganlar ham mana shu yerda yotibdi. Qachonlardir ular ham zo'r bo'lgan, lekin hammani keladigan joyi mana shu joy. Kimdir o'ziga joy ajratib qo'yibdi. Manaki dadam bilan dadamni onasini ziyorat kelganmiz. Ya'ni shu insonni qo'lida men katta bo'lganman desa ham bo'ladi, ha dada? Bismillah. Ehson uchun bering, bittasi qaytadi, bittasini bering. Mayli, inson uchun men nima qilaman? Mayli, mollarni mana qayerga. Kallapacha icha qoni bo'lsa men beramiz, deb qo'yib beramiz. So'yib shuni yeyapti. Bo'lmasa so'yasan, qovurib turasan, borib. Bo'ldi gap yo'q. Mana hozir kitobda baraka qildik. O'shandan bir duo beramiz. O'shanbo duo berasiz, musofirda yurgan o'g'illaringiz nomidan mana ehson, go'sht, produkt olib keldik. Bir duo bering. Ayting. Ilohi amin. Sog'lik, tuzlik, xotirjam bo'lsin. Tomonlar tinch bo'lsin. Hamma inson planlari nasib bo'lsin, bolalari. Rossiyada bo'lganlari safari bexatar bo'lsin. Yo'llari ochiq bo'lsin. Hamma yaxshi bo'lib, yaxshi kunlarda yaxshi niyat qilib, hamma to'ylarga xizmat nima bo'lmasa, shunday to'ylar, kelin to'ylarga hamma nasib bo'lsin. Hamma yaxshi bo'lib, yashamoq Alloh. Barcha musofirdan bizni kuzatib turgan aka-ukalar, opa-singillar, hozirgi paytda Surxondaryodamiz. Moskvada nima gap YouTube kanali barcha musofirlar nomidan hozirgi paytda qo'y so'yganmiz, ehson qilamiz deb mana tog'ni bo'yniga kelganmiz. Assalomu alaykum, xo'p, yaxshimisiz? Kam bo'lsa ham musofirda yurgan o'g'illaringizni bir duo qilib qo'yasiz. Mayli. Bu yerda bir haftaga yetadigan produktda Uzoqda yurgan, Rossiyada yurgan musofirlar ham yesaraman, ota-onasining bariga to'liq toshib kelsin. Xudo bir hamma nima niyat qilmoqsa niyatlariga yetib tursin. Sizlar ham. sizni mahalladan so'radik, sizda aytdi, nevarangiz bormagan, kasal degan nima degan? Jurmaydi, gapirmaydi, o'tirmaydi, shunday deydi. Qanday svet, gaz, hamma sharoiti sovuq emasmi qishda? Ham o'zi ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Bugun qo'y so'ydik, mana qo'y go'sht, oilaviy bugun bir bayram bo'ladi bugun xudo xohlasa. Rahmat. Sog' salomat bo'ladi. Barakatda umr